Qalaysizlar, charchamayapsizlarmi? Va nihoyat uyga keldim va yana to'g'ri o'qishga ketyapman. Ko'zlarim hali ham o'sha oqib tushkudek o'tiribdi, borib o'zingga bilinyapti. Demak, endi bu safar yolg'iz emas, chamadon bilan qaytyapman. O'qishga boraman hozir va oxirgi darsni soat 2:45 tugagandan keyin safarimiz boshlanadi, xudo xolasa. Safarimiz Koreyaga ham bilasizlar, Tokto oroliga. Biz Koreya aylanib chiqardim, lekin hozircha vaqtim ham yo'q, pulim ham yo'q. Hozircha faqat Toktoga borishga, unda ham universitet qoplab berishyapti. O'sha uchun mazza qilib borib kelamiz, endi iloji yo'q. Bugun kechqurun biz kema orqali Tokto yo'liga chiqamiz va ertalab etib borsak kerak menimcha. Shunaqa qilib chorshanba kuni qaytamiz. 2 kunlik safar bo'ladi. Hozir chemadon olib borayotgan sababi universitetdan uyimdan ancha uzoqda. Qaytib kelishga vaqtim yo'q, chemadon uchun alohida.